Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bizdan keyingi obyektimiz bitdi, topshirdik, xudo xolasa. Kiroyishda chap qoldi unitazimiz. Zotto firmasiniki. Hop, undan keyin chashaginimiz tevasiga kirishga qilib yopib bo'lsa ham bo'laveradi. Kafel bilan tekis bo'lgan. Hozir kafellar yuvganmiz, hamma yoq suv yotibdi. Chashaginamiz, avariyli trapimiz ehtiyoj shartiga mustahat qilib ishlasa ham bo'laveradi. Rakovinamizdagi podvesnoy rakovina bo'ldi. Tahoratxonamiz bordyurali tayyor bo'lgan. Ko'chma bordyur bo'ladi. Xuddi shu keramogranit kafeldan rakovinamiz. Hop, palat sachiq ilgichimiz. Bu tomonda palatin sushilka, sushilkalari bilan hop, pix panelimizga baho berib qo'yasizlar. Pix panelimiz bo'ldi. Undan keyingi xonamiz dushimiz, stoykalik. Undan keyingisi bo'lsa 5 xona uyga kat yo'l. Tevasida titan bo'lgan, nержавейка 80 talik. Hop, gruppa безопасность, stupenka. Ko'ryapsizlar, mana shu kichkinagina joyga qo'ldan kelgancha mehr berib joylab yubordik. Shuncha narsani. Hop, tupli pol konturlari, palatin sushilka, sirkulimiz, motorimiz, hammasi shu joyda. E'tibor berasizlar, avariyli trapimiz. Markirovkalar qo'yilgan har biriga. Bakovoyimiz ham ochiladi. Hozir ochganim yo'q. Markirovkalarni ko'rasizlar, baho berib qo'yasizlar. Hop, termometr, manometr bilan birga kirandik. Ertadan keyingi ham tochka chiqarib ketganmiz narigi tomonga. Yana ulanib qolinadigan bo'lsa, bu narsa deb. Shunaqa gaplar. Layklarni miqdorasizlar, xudo xolasa xizmatdamiz.